Kelajakda boy bo'lib, umuman pul haqida o'ylamasligim uchun nima qilishim kerak? Bu yerda nima qilishingiz muhim emas, nima qilmasligingiz muhim. Men sizga bir 6 ta tavsiya etaman, hozir nima qilish kerak emas. Birinchisi bu hech qachon karyerangiz davomida yoki bir biznesingiz boshlang'ich davomida brendlarning orqasidan yugurmaslik. Nimaga deganda siz qimmatbaho narsalarga o'ch bo'lib qolsangiz boshida siz ko'p pulingizni shunaqa narsaga ketkazib qo'yasiz, bunga odatlanib qolasiz. Buni bitta qanaqadir kapitalga ega bo'lgandan keyin uni qismiga bozor qilishni o'rganish kerak. Bu juda muhim narsa. Ikkinchisi, hozir juda ham ommalashib ketyapti qanaqadir azartli igralar, qanaqadir bir o'yinlarga, qimorlarga yoki haligi kazinolarga berilib ketmaslik. Uchinchisi, hech qachon qarz bermaslik. Bu sal grubiroq bo'lishi mumkin, lekin meni bugungi kundagi fikrim shunaqa. Nimaga deganingizda, har bir qarzni siz so'raganingizda orqaga paprashaykaga o'xshab o'zingizni pulingizni so'rab, sizga bu yomon ta'sir qilishi boshlaydi. Sizni energiyangizni oladi bu narsa. Siz qarz bergansiz, lekin har gal so'raganingizda yomon ko'rinasiz, o'zingizni pulingizni so'rab. Keyingisi, ishlab topgan pulingizni minimalni o'sha 70% ga yashash. Hech qachon 100% ga yashamang. O'sha eng kamida 30% ni ertaga kunni o'ylab olib qo'yib investitsiyaga jamg'arishga odatlanish. Bu juda muhim narsa. Va yana muhimi, kerak emas narsani hech qachon xarid qilmaslik. Emotsionalniy покупкani shunda olib tashlash, emotsiyani вообще chetga olib turish, kattaroq xarid qilayotganingizda. Nimaga deganingizda, shunaqa vaziyat bo'lishi mumkinki, emotsiya bilan bir xarid qilib qo'ysangiz, kerak emas narsani olib qo'ysangiz. Bu sizni ertaga kerak narsangizni sochingizga olib keladigan narsa. Tushunyapsizmi? Bu muhim. Oxirgisi, haligi qanaqadir sxemalarga, piramidalarga tez boyitadigan narsalarning orqasidan yugurmaslik. Insonda faqat rakoviy kliyetka tez o'sadi. Inson sekin o'sishi kerak. Qadamma-qadam o'sishi kerak. Meni fikrim shunaqa. Kapital ham sistemli podxod bilan haligi qadamma-qadam o'sishi kerak. Mana shu 6 ta tavsiya men bergan bo'lardim. Pulga ham sotib bo'lmaydigan informatsiyalar bo'ldi. Katta rahmat Bahrom aka. Hamma yaqinlarimga bu videoni lekin sraz tashlayman.